Tradingda 100 ming dollarlik investitsiya. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, ana shu 100 ming dollarlik investitsiyani qanaqa qilib olish mumkinligini o'rganasiz. Tasavvur qiling, sizda trading bo'yicha bilim bor, trading bo'yicha zo'r ishlaydigan strategiya bor, lekin mana shu bilim va ilm strategiyani ishlatish uchun kapital yo'q. Ko'pchilik shu joyda to'xtab qoladi. Kapitalim yo'q, bo'ldi, nimada savdo qilaman? Men sizga o'sha kapitalni qanaqa qilib olishni o'rgataman va eng muhimi kapitalni qanaqa qilib to'g'ri boshqarib, pul yetishni ham video jarayonida to'liq o'rganasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, shunda 100 ming dollarlik kapitalni to'g'ri boshqarish bilimiga ega bo'lasiz. Meni ismim Umar Yahyoyev, 8 yillik trading tajribasiga egaman va MyFix Pro kompaniyasi asoschilaridan biriman. Shu kungacha 4,5 mingdan ortiq insonlarni trading sohasida daromadga chiqishlariga bevosita yordam berganman. Bugun men sizga prop kompaniyalar beradigan katta imkoniyatlarni tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, trading sohasiga va prop kompaniyalar sohasiga shunchaki his-hayajon bilan, shunchaki 100 ming dollar olaman deb emas, unga aql bilan, uni to'g'ri boshqarishni o'rganish bilan, to'g'ri fokus bilan qarashni boshlaysiz. Birinchisi, katta kapitalga yo'l. Oddiy traderlar 500 dollar, maksimum 1000 dollar o'zini shotlari bilan savdo qilishadi va shunga yarasha katta risk bilan yo shotini yo'qotib qo'yadi yoki kichik daromadga rozi bo'lib ishlash kerak bo'ladi. Prop kompaniyadagi traderlar, ya'ni prop traderlar esa eng minimum 25 ming, 50 ming, 100 ming, hattoki bir o'zi 300 ming dollarlik kapitalni boshqarishi mumkin. Bu nimani anglatadi? 1% foyda, shaxsiy kapital, ya'ni 1000 dollarda atiga 10 dollar bo'lsa, lekin 100 ming dollarlik prop kompaniyani investitsiyasida 1% foydani o'zi 1000 dollarga teng bo'ladi va mana shu foydadan o'rtacha hisobda 80% sizniki bo'ladi. Ya'ni o'rtacha hisobda 800 dollar daromad sizniki va har 2 haftada mana shu daromadni yechib olishingiz mumkin. Demak, prop kompaniyalar sizni katta risk qilishga emas, kichik risk bilan katta shotni to'g'ri boshqarib, stabil daromad qilishga o'rgatadi. Ya'ni tartibli, intizomli va professional traderlarni saralab oladi va ularni yetishtirib chiqaradi. Ikkinchisi, pul bilan emas, bilim bilan baholanadi. Oddiy tradingda kimni puli ko'p bo'lsa, o'sha ko'proq daromad qilishi mumkin, lekin prop tradingda kimni bilimi, kimni ilmi, kimni intizomi, tartibi kuchli bo'lsa, o'sha ko'proq daromad qiladi. Prop kompaniyalar sizdan so'raydi: riskni to'g'ri boshqara olasanmi, qoidalarga to'g'ri amal qilasanmi va ozgina minus bo'lgan paytda o'zingni to'xtata olasanmi? Ya'ni keyingi kunga minusli savdoni shunday joyida yopib, o'sha narsani to'xtatib, keyingi zo'r imkoniyat kelguncha jimgina hech narsa qilmasdan intizom bilan kutib tura olasanmi degan savollarni beradi. Bu joyda boylik emas, traderning xarakteri eng muhim bo'ladi. Lekin bu bilan sizga ma'lum bir savolni beradi degani siz bilan og'zaki savol javob qiladi yoki siz bilan qaysidir tilda savol javob qiladi degani emas. Sizni 2 bosqichli imtihondan o'tkazadi. Bu nima degani? Imtihon degani qaysidir tilda topshirasiz, nazariy bilim degani emas. 2 bosqich, ya'ni 2 etapda. Birinchi bosqichda aytaylik 100 ming dollarlik kapital olmoqchisiz, 10 ming dollar daromad qilishingiz kerak. Birinchi etapda, ya'ni trade qilishingiz kerak. Bo'ldi, faqat trade. Ikkinchi bosqichda bo'lsa kamida 5%, ya'ni 5 ming dollar daromad qilishingiz kerak 100 ming dollarlik kapitalga nisbatan. Imtihon degani ham bu murakkab narsa emas. Faqatgina trade qilasiz va daromadli, stabil trader ekanligingizni, qoidalariga moslashib savdo qilishingizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Qisqacha qilib aytganda, prop kompaniya bu traderlar uchun imtihon tizimi. Mana shu imtihon tizimidan o'tgan insonlar eng minimal miqdorda 5 ming dollardan boshlab 10 ming, 15 ming, 25 ming, 50 ming, 100 ming, hattoki bir o'zingiz bitta 300 ming dollarlik kapitalni boshqarishingiz mumkin. Lekin bu avvaldan, hozirdan aytib o'taman, shunchaki o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi yoki sodda bo'lib qolmaydi. Bu uchun siz ma'lum etaplardan o'tishingiz kerak, bilimingiz bo'lishi kerak, Wall Street strategiyasini bilishingiz kerak, qatta savdoga kirish, qatta savdodan chiqish, tartib, intizom, psixologiya, risk management, money management, bozor strukturasi, bozorning fazalari va xarakterini zo'r anglab yetishingiz kerak. Uchinchisi, prop kompaniyalarda ishlaganda psixologiya sizni sindirib qo'ymaydi. Ya'ni sizda katta kapital bor, xotirjam ishlashingiz mumkin bo'ladi. Oddiy hisobda ishlaganda 500 dollar bilan keyingi oy rasxodlarimni 500 dollar, 1000 dollar topishim kerak deb o'sha 500 dollarlik risk qilasiz va psixologiyangizni nagruzkaga qo'yib qo'yasiz. Prop kompaniyaga keladigan bo'lsak, prop kompaniyada o'zi 50 ming dollar yoki 100 ming dollarlik. 50 ming dollarlikni 1%, atiga 1% daromadingiz ham 500 dollar. Uni 80% ulushi 400 dollar sizni foydangizga yechiladi. Siz bo'lsa oyiga atiga 5% daromad qilsangiz ham 50 ming dollarlik shot bilan 2,5 ming dollar bo'ladi. Buni ustidan 20% olib tashlaydigan bo'lsak ham sizga sof 2 ming dollar qolyapti. Atiga 5% gina daromad qilsangiz bo'ldi. Va bu narsa sizdan psixologik bosimlarni, qo'rquvlarni olib tashlaydi. Lekin shu bilan bir qatorda sizdan talab qiladiki, tartibli, intizomli va risklarni to'g'ri boshqaradigan trader bo'lishingizni. Ko'pchilik o'ylaydi, faqat psixologiya, faqat tartib, intizom. To'g'ri, psixologiya yaxshi. Psixologiya zo'r bo'lishi mumkin, bomba bo'lishi mumkin, tartib intizomiy zo'r bo'lishi mumkin, lekin
qayerda kirish va qayerda chiqish tochkalarini ham bilishingiz kerak. Ya'ni Wall Street strategiyasini to'liq anglab yetishingiz kerak. Siz ko'rayotgan shamlar, barlarni orqasida nima bor? Kim bozorni yaratyapti? Bozor qanday harakat qilyapti? Nima uchun bozorda order qo'ydingizda aynan o'sha orderni stopini olib turib, keyin sizga aytaylik sell savdosini ochmoqchisiz, stop qo'ydingiz, stopingizni yig'ishtirib, keyin pastga qarab ketyapti. Bu narsani o'zini mohiyati bor, mazmuni bor. Wall Street strategiyasi mana shunday bozor manipulyatsiyasi, kirish-chiqish tochkalarini hammasini sizga yoyib beradi va mana shu Wall Street strategiyasi bilan ishlaydigan stabil treyderlargina prop kompaniyalardan o'zi mustaqil shot olishi mumkin. 4-si, prop kompaniyalar sizni tartibli va intizomli bo'lishga majburlaydi. Bu nima degani? Sizda har kunlik yo'qotish uchun maksimal chegaralar belgilanadi. Umumiy yo'qotish uchun maksimal chegaralar belgilanadi va sizga ma'lum bir qoidalarni o'rnatib berishadi. Lekin bu narsa sizni cheklab qo'ymaydi. Aksincha, bu narsa sizni tartibli, intizomli qilib, emotsiyalardan xoli qiladi. To'g'ri, bu narsa sizga qattiq tuyulishi mumkin, lekin bu narsa sizni shotingizni yo'qotib qo'yishingizdan saqlaydi va sizni professional yo'lingizni, professional karyerangizni boshlab beradi. Prop kompaniyalar sizni hissiyotlardan himoya qiladi, gamblingdan, ya'ni qimorbozlikdan ajratib oladi. Ya'ni trading sohasida yangi kirib kelayotgan odamlarda shunaqa bo'ladiki, omadga tayanib savdo qilaman, o'xshab qolsa trader bo'lib ketaman yoki mana bu tugmachani bosib boyib ketishim mumkin. Yo'q, bunaqa insonlar hech qachon trading sohasida pul topa olmaydi. Trading sohasi bu sizga o'yin emas. Trading sohasi aniq tartib bilan, aniq intizom bilan, aniq tizim bilan ishlaydi. 5-si, prop kompaniyada shunaqa zo'r joyi bor, daromadni oshirish imkoniyati. Boshida boshlaganingizda sizda kamida daromadingiz o'lishi, aytaylik, $100,000 ga nisbatan $10,000 daromad qiladigan bo'lsangiz, shuni o'rtacha hisobda 70-80%, ya'ni $7,000-8,000 sizniki bo'ladi. Lekin siz stabil daromad qilaveradigan bo'lsangiz, o'sha $100,000 ustiga keyingi 3 oyligingizni ko'rib chiqadida, 3 oy davomida ham stabil daromad qilgan bo'lsangiz, ko'rsatishlarga to'g'ri kelsa, sizga kamida $20,000-25,000 qo'shib beradi va daromadingizni ham 80% dan 85%, 90% gacha ko'tarib beradi. Ya'ni prop kompaniyalarda sizda o'sish uchun karyera bor. Faqatgina bu uchun hamma prop kompaniyada emas. Prop kompaniyani ham o'zini to'g'ri tanlashingiz kerak, to'g'ri ketma-ketligi bor, o'zingizga mos bo'lgan turlarini tanlashingiz kerak. Men mana shu YouTube kanalimda prop kompaniyalari bo'yicha juda ham foydali videolarni ketma-ket uzluksiz tarzda qo'yib boraman. Kanalda pastda podpisatsiya tugmasi bor. Podpisatsiya tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib oling va prop kompaniyalar bo'yicha videolarni har birini ko'rib boring. 6-si, real karyera bosqichi. Prop kompaniyalar sizga uzoq muddatli shartnomalarni taklif qiladi. Agar siz real trader bo'ladigan bo'lsangiz va real bozorlarda stabil daromad qilib o'zingizni ko'rsatsangiz, har 3 oyda sizni monitoring qiladi va shotingizni kamida 20-25% dan maksimum 50% gacha ko'tarib boraveradi. Ya'ni bu degani siz birinchi yilni boshida $100,000 shot oladigan bo'lsangiz, yil oxirigacha mana shu shotingiz kamida $200,000 ga yetishi mumkin va daromadingizni yana boshqa prop kompaniyalardan ham olib ishlashni boshlashingiz mumkin. Lekin boya aytganimdek, prop kompaniyalarning o'zini saralash bosqichlari bor. Men bu narsalarni o'zimning kurslarimda ham to'liq ko'rsatganman. Ya'ni prop kompaniyalar o'zi prop trading kursim bor. Mana shu kurs ichida qaysi prop kompaniya yaxshi, qaysi prop kompaniyada qaysi birini tanlash kerak, qanaqa bo'lsa arzonroq olish mumkin, qanaqa bo'lsa nima qilsa imtihondan tezroq o'tib, tezroq pul yetish mumkin, bularni ham kurs ichida ko'rsatganman. Prop kompaniyada boya aytganimdek, istalgan inson kirib ketmaydi. Wall Street strategiyasini tushunadigan, bozor strategiyasiga moslashadigan, bozor strukturasini, mexanizmini va manipulyatsiya joylari bor. Shu joylarni zo'r anglab yetishingiz kerak. Yangiliklarda savdo qiladigan joylari bor, qilmaydigan joylari bor, fundamental yangiliklarni o'zaro tahlillari bor va bu narsalar har bir prop kompaniyani individual o'zining ichki qoidalari bor. Mana shu ichki qoidalarga moslashish tartibi bor. $100,000 shot sizga shunchaki berib qo'yilmaydi. Uni olish uchun ma'lum bir etapda, ma'lum bir bilimga ega bo'lishingiz kerak, tartibga, intizomga, hissiyotlarni boshqarib va men ko'rsatgan ko'rsatmalarga to'liq amal qilgan bo'lishingiz kerak. Muhimi prop kompaniyada ogohlik. Prop kompaniyada tez boyib ketaman deb katta risk qilib olmasligingiz kerak. Prop kompaniyada stabillikka harakat qilishingiz kerak. Oyiga sizga atiga 10% daromad yetadi. Muhim narsa bo'lsa, kapitalingizni 10% daromadi bu $25,000 dan 10% bo'lishi mumkin, $50,000 dan 10% bo'lishi mumkin, $100,000 yoki $300,000 dan 10% bo'lishi mumkin. Bu yerda muhimi 10%. Eng kerakli tochka esa siz qancha kapital boshqarayotganingizda. Bu kapitalni to'g'ri kompaniyadan to'g'ri tanlasangiz, har 2 haftada pul yetishingiz mumkin. Xulosa qilib yakun tarzda aytadigan bo'lsam, prop kompaniya bu sizga xayriya tashkiloti emas,
pul beradigan kompaniya emas yoki prop kompaniya bergan 100 ming dollarlik pulni yechib ketasiz, yeb ketasiz degan narsa emas. Prop kompaniya sizga 100 ming dollar kapital berdimi, o'sha kapitalni bir oy davomida 10% daromad qilishing kerak. 10% minus qilmasdan deb turib, ikki etapli imtihon qo'yadi. O'sha ikki etapda ham 10% yo'qotmasdan birinchi etapda 10% daromad qilishingiz kerak, ikkinchi etapda 10% yo'qotmasdan 5% daromad qilishingiz kerak. Shundan keyin sizga Funded Trader degan sertifikat berishadi. Ya'ni rostdan ham bizni treyderimizga aylandi degan. Ana endi jarayon haqiqatan ham boshlanadi va siz endi demo shotlar, imtihondagi kabi demo shotlarda emas, real shotlarda ishlashni boshlaysiz. Va real shotlarda albatta tartib, intizom yanada kuchayadi, yanada qoidalar ham kuchayadi. Mana shu jarayonlarda bozor strukturasiga moslashib, shoshmasdan daromad qilib, har 2 haftada pul yechishga harakat qilishingiz kerak. Daromad qildingizmi, uni ko'paytirishga harakat qilmang. Daromad qildingiz, 2 hafta kuting, pulingizni yeching, undan keyin yana savdo qilishni boshlang. Shuning uchun ham bitta prop kompaniyadan hamma shotini olib olinmaydi. Bitta prop kompaniyadan 100 ming dollar, ikkinchisidan 100 ming, uchinchisidan 100 ming mana shunaqa qilib bo'laklab olinadi yoki bitta prop kompaniyadan 50 ming, 25 ming, ikkinchisidan 25 ming, uchinchisidan 50 ming. Turli xil kompaniyalar bor. Men prop kompaniya kursini ichida men to'liq tushuntirganman. Qanaqa bo'ladi, tartib qoidasi o'tida ko'rsatilgan. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, hozir pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib, prop kompaniyalarga qiziqadigan do'stlaringizga ham bu videoni yuborib qo'ying, ular uchun ham foydali bo'lsin.